Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. İlim bölümü. İlimning fazilati ve ilim egilashga rag'batlantirish. 189 hadis. Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: İlim ibodatdan afzal. Dininglarning eng yaxshi amali taqvolikdir. Avsat Bazzar. 190 hadis. Abu Umama Bahili radhiyallohu anhuning bunday deganligi rivoyat qilinadi. Peygamber aleyhisselam'dan iki türlük adam doğruluk soraldı. Onun biri abid, ibadetle şoğlanıcı, yani biri alim idi. Peygamber aleyhisselam alimnin abidin artıqçılığı, menin sizlerinin en tövününlerden artıq bulğunumu okşayış dedi. Ondan insanlara ilim öğreticiye Allah rahmet yollaydı. Onunla periştilerden tartıb asman zemindeki mahlukatlar, köşklerdeki çümülüler ve denizdeki biliklerce emmiz konferat talep kılıdı dedi. Termizi 2685. hadis. 192. hadis. İbn Serinning bunday deganligi rivoyat qilinadi. Masjidga kirib qarasam, Sumayr ibn Abdurrahman so'zlab o'tibdi. Masjidning bir tarafida Umayd ibn Abdurrahman ibn Aqab so'zlab o'tibdi. İkisining qaysining yoniga berib o'tirishga o'yinib o'tirib, ko'zim uyquga ketdi. Shunda birisi kelib, "Sen ikkisining qaysining qishida o'tirishga o'yinib qolding? Agar xohlasang, Jibril alayhissalomning Umayd ibn Abdurrahmanning yanındaki o'rnini sana ko'rsatib qo'yay" dedi. Darimi 341. hadis. 193. hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning bunday deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning zamonida bir tuqqan kishi bo'lib, ikisining birisi Payg'ambar alayhissalomning qashiga kelib ilm o'rgatdi. Yana biri hunar bilan shug'ullanadi. Yiliqi hunarvan Payg'ambar alayhissalomga bir tuqqanining hunarsiz yurganligidan shikoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom uning sababi bilan sana rizq bo'lishi mumkin dedi. Termizi 2345. 194. hadis. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Alim kishi nimaga yaxshi? Uningga hojat tushganda boshqalarga manfaat beradi. Hojat tushmaganda o'z bilimini oshiradi." Razin rivoyat qilgan. 195. hadis. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki ilm o'rganish yo'lida mangadi ekan, Alloh u kishini shu ilm bilan jannatning yo'liga mangdiradi. Shubhasizki, farishtalar ilm o'rganishidan mamnun bo'lib, uningga qanotlarini yeyib beradi. Osmonlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlardan tortib, suvdagi baliqlargacha hamma jonliq olim uchun istig'for o'qiydi. Olimning obiddan ortiqchiligi to'lin oyning boshqa yulduzzlardan ortiqchiligiga o'xshaydi. Olimlar haqiqatan payg'ambarlarning varislaridir. Payg'ambarlar oltin kumush meros qoldirgani yo'q. Ular faqat ilm qoldirib ketdi. Kimki ilm o'rgansa, to'liq nasibaga erishgan bo'ladi." Termizi 2682. hadis. 196. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kimki ilm o'rganish yo'lida mangadi ekan, Alloh u kishiga jannatning yo'lini oson qilib beradi." Termizi 2646. hadis. 197. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar bir kuni Madinaning bozoridan o'tib ketib, bozorga qarab, "Ey bozor ahli, sizlar nima degan bechora?" dedi. Ular "Nima bo'ldi?" deb so'radi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning merosi taqsim qilinayotsa, sizlarmi berib nasibangizni olmay bu yerda yursizlar-ku dedi. Ular "Qayerda taqsim qilinayotdi?" deb so'radi. U "Masjid taqsim qilinayotdi" dedi. Ular darhol bozordan masjidga qarab yugurdi. Abu Hurayra ular qaytib kelguncha bozorda saqlab turdi. Ular qaytib kelganda Abu Hurayra "Nima bo'ldi? Qo'rqib qaytib kelibsizlar-ku" dedi. Ular "Ey Abu Hurayra, biz masjidga bordik, ammo u yerda taqsim qilinayotgan bir narsa ko'rmadik-ku" dedi. Abu Hurayra "Masjidda hech kimni ko'rmadinglarmi?" dedi. Ular namoz o'qiyotgan, Qur'on o'qiyotgan, halol harom to'g'risida muzokiralashayotgan odamlarni ko'rdik deyishdi. Abu Hurayra "Sizlarga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning taqsim qilayotgan meros ana shu" dedi. Al-Asad 1451. hadis. 198. hadis. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Bilim oz bo'lsa-mu ko'p ibodatga yaxshiroqdir. Amallarning yaxshirog'i uning eng osonidir." Al-Kabir. 199. hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhuning bunday deganligi rivoyat qilinadi. "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atiganda o'zin olim yoki o'rganguchi yoki anglag'uchi va yoki ilm ahlining do'stlikchi bo'lgan holda chiqqan, 5-si bo'lma, halok bo'lasan deganligini angladim." Hatta ibn Muslim hadis rivoyat qiluvchi bunday dedi:
Mis'ar manga biz bu hadisni boshqalar rivoyat qilganda 5-si bo'lma degan bu so'z yo'q edi. Sen uni qo'shib rivoyat qilib berding dedi. Hadis rivoyat qiluvchi 5-si bo'lib qolma degan so'zni izohlab, 5-si bo'lib qolish degan ilmni va ilm ahlini yomon ko'rishdan iboratdir deydi. Tabarani 786-hadis. 200-hadis. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: 3 turlik odam bor bo'lib, munofiqdan boshqasi ularni hurmatlaydi. Birinchisi islom yo'lida chashlar oqargan kishi, ikkinchisi ilm ahli, uchinchisi odil podshoh. Al-Kabir 7819-hadis. 201-hadis. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: kimki bir bandaga Allohning kitobidan bir oyat o'rgatsa, o'rgatuvchi uning ustozi bo'ladi. O'rganuvchining ustozini kamsitishi, xorlishi va o'zini uningdan ustun ko'rishi to'g'ri emas. Al-Kabir 7528-hadis. 202-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: haqiqatan yer yuzidagi olimlar dengiz va quruqlikda kechida yo'l yurgan yo'lovchilar yo'l yo'nalishini belgilashga foydalangan yo'lovchilarga o'xshaydi. Nishon, ya'ni yo'lovchilar ko'ringan chog'da yo'lovchilar g'ildirab qoladi. Ahmad 12189-hadis. 203-hadis. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhuning dadasi Muazdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki birarsiga ilm o'rgatsa, o'rgatuvchiga amal qiluvchining ajriga o'xshash ajr beriladi. Bu amal qiluvchining ajridan hech narsani kamaytirmaydi. Ibn Majah 240-hadis. 204-hadis. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki masjidga faqat ilm o'rganishni yoki biror masalani bilishni maqsad qilib qolar ekan, uningga hajni to'liq ado qilgan kishining ajri beriladi. Tabarani 7473-hadis. 205-hadis. Sahl ibn Sa'id Sa'idi radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki mushu masjidga ilm o'rganish yoki o'rgatish uchun kirsa, u kishi Alloh yo'lida jihad qiluvchining o'rnida bo'ladi. Kimki bu masjidga kishilarning quruq so'zlarini tingashga o'xshash boshqa bir maqsadga kirsa, u kishi boshqa bir narsani o'zini xush qiladigan narsa qilgan kishining o'rnida bo'ladi. Al-Kabir. 206-hadis. Qabisa ibn Muhariq radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelgan edim. Payg'ambar alayhissalom menga: "Ey Qubaysa, nimish bilan kelding?" deb so'radi. Men qirib qoldim. Qo'limning mag'bur qolmadi. Alloh menga foyda beradigan ilm o'rgatib qo'yishing uchun keldim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Ey Qubaysa, sen ilm o'rganish uchun yo'lga chiqqanliging uchun bu yerga kelguncha yenidan o'tgan har qanday tosh, daraxt, ham sen uchun istig'for aytdi. Sen bomdod namozini ado qilib bo'lgandan keyin 3 qatim Subhanallohil azim va bihamdihi, ulug' Allohni har qanday ayb nuqsondan pok deb bilaman va uning hamd aytaman desang, kufrlikdan, keri kasalidan, xalis bo'lib qolishdan aman qolasan. Ey Qubaysa, ey Alloh, sendan o'z dargohingdagi yaxshilikni so'rayman. Menga marhamatingdan to'kib bergin, rahmatingni chachqin, barakatingdan tushirgin" degan. Ahmad 2079-hadis. 207-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom undaq degan: uydan chiqqan har qanday kishining ikki bayrog'i bo'ladi. Bu bayroqning birisi farishtaning, yana birisi shaytonning qo'lida turadi. Agar u kishi uydan Alloh yaxshi ko'rgan ish uchun chiqqan bo'lsa, farishta bayroqni ko'tarib uningga ergashadi. Agar u odam toki uyga qaytguncha farishtaning bayrog'i ostida bo'ladi. Agar Alloh yoqtirmaydigan ish uchun chiqqan bo'lsa, shayton bayroqni ko'tarib uningga ergashadi. Bu odam toki uyga qaytguncha shaytonning bayrog'i ostida bo'ladi. Al-Kabir. 208-hadis. Vasila ibn Asqa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki ilm o'rganishga tirishib, o'rganmoqchi bo'lgan ilmga erisha olsa, Alloh u kishiga 2 ajr yozadi. O'rganmoqchi bo'lgan ilmga erisha olmasa, 1 ajr yozadi. Al-Kabir. 209-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, u kishini dinda olim qiladi. Tirmiziy 2645-hadis. 210-hadis. Buxoriy va Muslim bu hadisni Muaviyadan to'liq tafsirli rivoyat qilgan. Buxoriy 316-hadis. 211-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: kimki uydan ilm o'rganish maqsadida chiqadi ekan, undaq odam toki uyiga qaytib borgan qadar
Allah'ның yolida bo'lgan bo'ladi. Tirmizi 2647 hadis. 213 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Mümin taki eng oxirgi joyi jannatga borguncha ilmga ergib qo'ymaydi. Tirmizi 2686 hadis. 214 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Ilm mü'minning yuturib qo'ygan narsa bo'lib, mü'min uni qayerda uchrasa, shu yerda elishga haqdir. Tirmizi 2687 hadis. 215 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: O'rganish eng zarur bo'lgan ilm ish bo'lib, ulardan boshqasini o'rganish o qadar zarur emas. Ular hukmi amaldan qoldirilmagan oyat, mening ishonchlik sunnatim, adil taqsimotni o'tgan meros taqsim qilish ilmi qatorlardir. Abu Davud 2875 hadis. 216 hadis. Abu Waqid Laysi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar bilan masjidga o'tirdi. 3 odam kirdi. Ularning ikkisi Payg'ambar alayhisalomning so'riniga keldi. Ammo o'tiradigan yer bo'lmag'ach o'tirdi. Ko'p o'tmay birisi bir bo'sh o'rin tepib o'tirdi. Yana birisi kishilarning orqasida o'tirdi. Uchinchi kishi so'ringa kelib qo'ymay chiqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ilm chaqirgandan keyin men sizlarga bu 3 odamning ahvolini so'zlab beray. Ulardan birisi Allohga yaqin bo'lish niyatida o'rin izladi. Alloh uning o'rin berdi. İkincisi so'rin ahlini qistab o'tirishni ayo qildi. Allohmi uningdan ayo qildi. Uchinchisi bo'lsa yuz o'rib chiqib ketdi. Allohmi uningdan yuz o'rdi dedi. Buxoriy 66 hadis. 217 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir. As-Sag'ir 61 hadis, Al-Kabir va Al-Awsat. 218 hadis. Tabarani bu hadisni Ibn Abbas va Abu Saiddan rivoyat qilgan. 219 hadis. Tabarani Husayn ibn Ali radhiyallohu anhudan mushning o'qishini rivoyat qilgan. As-Sag'ir 61 hadis. 220 hadis. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Luqman o'g'liga: "Ey o'g'lim, ilm so'rinlaridan ayrilma. Ilm ahlining so'zini angla. Alloh qaqas suvni yomg'ir suvi bilan ko'targandek, qarong'u dilni ilm nuri bilan yo'rtidi" degan. Al-Kabir 7810 hadis. 221 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat bog'chilarining yonidan o'tib qolsanglar, qilib olinglar dedi. Sahobalar jannatning bog'chilari nimani ko'rsatdi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilm majlislari deb javob berdi. Al-Kabir 11158 hadis. 222 hadis. Sa'laba ibn Hakam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh taolo qiyomat kuni bandalar orasida hukm chiqarish uchun o'z taxtida o'tirganda olimlarga men ilmimni va hukmimni sizlardan o'tgan haqqında xatoliklarga farq qilmasdan sizlarni kechirishni xohlagan holda sizlarga omonat qilgan edim deydi. Al-Kabir 1381 hadis. 223 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kimki o'zi biladigan biror ilm to'g'riliq so'ralsa va bilib turib deb bermasa, qiyomat kuni uning og'ziga o'tda yurgan silinadi. Tirmizi 2649 hadis. 224 hadis. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Allohning bir odamni sening sabab bilan hidoyat qilishi sening uchun qizil tugundan yaxshidir. Abu Davud 3661 hadis. 225 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Qur'onni va miros ilmini o'rganinglar va kishilarga o'rgatinglar, chunki men o'lib ketaman. Tirmizi 2091 hadis. 226 hadis. Ba'zan yuqori hadisga taroiz, miros ilmini o'rgatmagan olim kuchi yo'q uzun qalpoq o'xshaydi degan bu jumlani qo'shib rivoyat qilgan. 227 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Miros ilmini o'rganinglar va o'rgatinglar, chunki u ilmning yerim bo'lib, kishilar tarafidan unutiladi. Ummatimdan tunji bo'lib ko'tarilib ketgan miros ilmidir. Ibn Majah 2719 hadis. 228 hadis.
Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Miras ilmini uni bilmay, gumon bilan fatvo beradiganlar paydo bo'lishdan burun o'rganinglar." Razin rivoyat qilgan.